Butun shaharni zombilar bosib olgan. Gap shundaki, bir olim o'zining ahmoqona tajribalari tufayli davolab bo'lmas kasallikni, ya'ni zombi virusini tarqatib yuborgan. Zombilar tez orada ko'payib borayotganligi tufayli ular barcha qishloqlarga ham tez orada yetib boradi. Harbiylar keyingi nishon 69-qishloq ekanligini ta'kidlamoqda. Iltimos, uyingizdan chiqmang. Do'stlar, bizda katta muammo chiqdi. Nimayamish, bizning qishlog'imizga zombilar bostirib kelayotganmish. Va shuning uchun ham do'stlar, men qishloqni ulardan himoya qilishim kerak va shu sababdan men hozir ijod rejimidaman. Hammaga salom, sizlar bilan Bert va bugungi videoroligimizda qishlog'imizni zombilardan saqlab qolamiz. Xo'sh do'stlar, biz ishni qishlog'imizni devorlar bilan o'rab chiqishdan boshlashimiz kerak. Devorlar qanchalik mustahkam bo'lsa, zombilar shunchalik ularni buzib o'ta olmaydi. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, qishlog'imiz ochiq vodiyda joylashgan va buni atroflarini o'rab chiqmasak bo'lmaydi. Bizning devorimiz ikki qatordan iborat bo'ladi. Birinchisi temir, ikkinchisi esa obsidian. Uning ustidan esa temir golemlarni spawn qilamiz. Xo'sh do'stlar, biz temir devorlarni bitirdik. Undan so'ng esa endi obsidianli devorlar bilan o'rab chiqqanimizdan keyin qal'aning mudofaasiga e'tibor qaratamiz. Xo'sh, qadrli do'stlar, biz devorlarni ko'rib turganingizdek biroz bo'yini pastlatdik, chunki u yerdan tushgan golemlar pastga tushganda o'lib ketmasligi uchun. Endi esa do'stlar, bu yerga o'zimiz yurishimiz uchun yo'lak tayyorlaymiz. Xo'sh do'stlar, biz hamma yo'laklarni tayyorlab chiqdik va kun ham botib qoldi. Xo'sh do'stlar, endi biz bir mexanizm tayyorlashimiz kerak. Ya'ni biz unda richaklarni bosganimizda golemlar avtomatik ravishda spawn bo'lib pastga tushishlari kerak. Xo'sh, buning uchun biz avval golem qurish uchun kerak bo'ladigan temir blok hamda oshqovoqni olib olamiz, albatta qirqilganini. Xo'sh, endi redstone texnologiyasi uchun kerakli narsalarni olamiz. Xo'sh, qani bo'lmasam avval mana bunday qilib golemni tanasini qo'yamiz va endi do'stlar mana uni bitta qo'ysak, yo'q, to'xtaylik, mana bu tarafga qaratib xo'sh qo'yamiz va yaxshi, endi buning orqasiga to'xtaylik bunday qilib va mana buni bu yoqasiga qo'yamiz. So'ngra esa buni qo'yib turib, hozir biz buni agar biz knopkani bosganimizda ishlaydimi yoki yo'q, shuni tekshirib olishimiz kerak do'stlar. Agarda tekshirmasak, hamma yo'lni qurib chiqqanimizdan keyin hammasi rasvo bo'lishi mumkin. Xo'sh, desak, yo'q, demak buni tushunarli. Buni mana bu narsa orqali, dropper orqali qo'yishimiz kerak. Xo'sh, buni qo'yamiz bu yerga, buni olib tashlaymiz. Xo'sh, bu yerga redstone ulaymiz va uni ichiga oshqovoqni qo'yamiz. Xo'sh, qani endi ishlaydimi? Aha, ishladi do'stlar. Demak, mana shu texnologiyani mana shu old taraf, ya'ni zombilar keladigan tarafning polni boshidan oxirigacha har bitta oraliqqa to'g'rilab qurib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Xo'sh do'stlar, mana bu yerga buni qo'yamiz. Uzatgichlarni joyiga qo'ydim. Demak yetarli va endi o'rtaga mana bu richakni qo'ysam, hammasi cho'tki bo'lib ketadi do'stlar. Xo'sh, buni avval bu yerga, keyin buni bu yerga va buni bu yerga va bitta richak qo'yamiz. Xo'sh, hammasi ajoyib do'stlar. Demak, hammasi zo'r va dasmlar joypa joyida, hammasi cho'tki ishlaydi degan umiddaman. Xo'sh do'stlar, men hozir oxirgi, ya'ni zombilarning eng qiyinlari keladigan payt uchun lavalarni mana bu yerga tayyorlab qo'yishim kerak. Qanday desangiz, hozir video davomida ko'rib olasiz. Xo'sh do'stlar, hozir men mana bu orqasiga hammasiga to'klarni ulab chiqsam, deyarli tayyor bo'ladi va so'ngra ichiga lavalarni joylab chiqish qoladi xolos.
Xo'sh do'stlar, bizning bazamiz jangga deyarli tayyor. Endigina faqatgina men o'zimga qurol-yaroqlar olib olsam bo'lgani. Xo'sh do'stlar, va nihoyat men jangga to'laqonli tayyorman. Endigina faqat zombilar kelishini kutsam bas. Mana bu yerga o'zimga zombilarga qarata o'q otish uchun maxsus joy qilib qo'ydim. Xo'sh, faqatgina bir ish qoldi. Ya'ni do'stlar, men jonli rejimga o'tishim kerak. Men omon qolish rejimida bo'lmasam, zombilarga qarshi urusha olmayman. Xo'sh do'stlar, va nihoyat men kutgan paytlar keldi. Zombilar ham bizning qishlog'imiz oldiga yetib kelishdi va men ular bilan jang qilishga tayyorman. Xo'sh do'stlar, juda ham hayajondaman. Shitni ikkinchi qo'limizga ushlab olamiz va qani ketdik, bo'lmasam ularni ko'ramiz. Qani bo'lmasam bularni otishni boshlaymiz. Yaxshi, hammasi meni ko'rishi bilan men tarafga qarab yugurib kelishyapti. Bir narsaga tushunmadim do'stlar, bular nega devorning tagiga to'planib olishgan? Yo'q, mana bu yoqdagilarni ham otamiz, oldimizga to'plasak, keyin ularga bomba otamiz. Hozircha yaxshi, bularning birortasida ham quroli yo'q. Demak, bular menga xavf sola olmaydi, agarda men pastga tushib ketmasam. Yaxshi, qani bo'lmasam, mana senlarga yaramaslar. Anchasi birdaniga o'ldi. Yaxshi, yana otamiz. Yaxshi, uchtasi ketdi. Menimcha anchaginasini o'ldirib qo'ydim shekilli. Do'stlar, men yo'q, hozir golemlarni spam qilmay turaveramiz. O'zim hammasini eplayman do'stlar. Dravayikda emas, mana bunda otishim kerak. Do'stlar, bizda juda ham ajoyib xabar bor. Biz eson-omonchilikda birinchi bosqichdan o'tib oldik va endi navbat ikkinchi bosqichga. Do'stlar, bular hozir juda ham ko'p va menimcha o'ylaymanki, golemlarni spam qilishning ayni payti. Xo'sh, qani bo'lsam bu yoq hammasi joyida va boshlaylik do'stlar. Golemlar qani olg'a. O'ylaymanki, bu bosqich oldingisidan juda ham oson bo'ladi, chunki bizda do'stlar juda ham ko'p golemlar armiyasi bor. Juda ham ajoyib gap so'z bo'lishi mumkin emas. Hamma zombilarni golemlarning o'zi eplab yuboradigan o'xshayapti va men ularga bu yoqdan yordam berib turaman do'stlar. Xo'sh, yaxshi, bularni hammasini otib tashlaymiz. Pushkada mana bu tarafga bitta o'q uzsamigina juda ham ko'pi kelmayapti. Yaxshi. Yetib bormadi-ku, teparoqdan otishim kerak shekilli. Hammayli, bizda hali o'qlar ko'p, shu sababli otaveramiz do'stlar. Ajoyib parvoz va yetib bordimi? Yo'q, o'tib ketib qoldi. Hammayli, ularni keyinchalik o'ldiramiz. Mening pastimda ham juda ham ko'p zombilar to'planib oldi va bularga biz hozir mana buni tashlaymiz. Yaxshi, portlab hammasi yonib ketadi. Xo'sh do'stlar, demak golemlar hamma zombilarni yakson qilishdi va qani ketdik endi tushib biz ulardan qolgan lootlarni terib olishimiz kerak. Bularning ko'pligini qaranglar do'stlar. Uchinchi bosqich. Eng qiyin va dahshatli qurolli zombilar bizga qarshi chiqadigan bosqichga yetib keldik do'stlar. Xo'sh, bo'lmasam endi golemlar ham eplay olmasa kerak bularni. Bularning hammasida qurol bor-ku. Mayli, hech qisi yo'q, hammasiga qarshi chiqamiz. Faqat undan avval do'stlar mana bu yerdan tushib turib lavalarni yoqib qo'yishim kerak. Do'stlar, shitni esa qo'limga ushlab olmasam, ular meni otib o'ldirib tashlaydi. Bular bilan haqiqiy strategiya orqali jang qilmasam, men darrov o'lib qolaman-ku do'stlar. Bular hammasida qurol bor do'stlar. Cho'chqalar, nahotki cho'chqalar ham yetib kelgan bo'lsa. Ajoyib. Demak, mutatsiyaga uchragan hayvonlar ham bu yerda bor. Hammasini bir amalab o'ldirishim kerak do'stlar. Bularni bir o'rganib chiqish kerak-da, va bu do'stlar shuncha qarab qo'yibman. Hammasi o'qotadi. Yaramaslar, yaxshi ham qalqonim bor meni. Ketdim. Mayli, lavani yoqaman. Xo'sh, pastga tushamiz. Nimalar bo'lyapti? Yaxshi. Qani ketdi do'stlar. Endi bemalol ularni o'zimizning oldimizga chaqirsak, ular yonib kul bo'ladi.
way. I don't mind if there's not much to say. Sometimes the silence guides the mind. So